Xabaringiz bor, Prezidentimizning 2025-yil dekabr oyida Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida joriy yilda buyuk mutafakkir va davlat arbobi, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligini keng nishonlash alohida ta'kidlangan edi. Bu nafaqat bir sanani nishonlash, balki asrlar osha millat ma'naviyatini yuksaltirib kelayotgan buyuk merosga yana bir bor ehtirom ko'rsatish, uni yosh avlod qalbiga singdirishdek ulug' vazifani anglatadi. Ana shu ezgu maqsadlar ro'yobi yo'lida Vatandoshlar jamoat fondi tashabbusi bilan Navoiy nafasi loyihasi doirasida xorijdagi vatandoshlar ishtirokida qator madaniy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Xususan, Qozog'iston Respublikasining Turkiston viloyati, Chimkent, Aktau va Atirau shaharlarida o'tkazilgan anjumanlar ana shu ma'naviy harakatning yorqin namunasi bo'ldi. Dastlab Turkiston viloyatining Keles tumanidagi 8-umumta'lim maktabi o'quvchilari hamda Sarag'ach va Keles tumanlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlar ishtirokida o'tkazilgan adabiy tadbir samimiyat va ko'tarinki ruhda kechdi. Sahnada yangragan Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari, yoshlar tomonidan ijro etilgan badiiy chiqishlar, sahna ko'rinishlari ishtirokchilar qalbida unutilmas taassurot qoldirdi. Delegatsiya a'zolari shoirlarning hayot yo'li, ularning insonparvarlik, adolat va ma'rifat g'oyalari haqida to'xtalib, Navoiy ijodi nafaqat o'zbek adabiyoti, balki butun Turkiy va jahon madaniyati rivojida tutgan o'rnini alohida ta'kidladilar. Biz bugungi tadbirga juda ham qizg'in tayyorlandik va bugungi tadbirda Navoiyning g'azallari, ruboiylardan o'qidik. Navoiy haqida, o'zlarining ijodlari haqida so'zlab berishdi. Biz juda ham xursand bo'ldik. Bu shodiyonalar nafaqat O'zbekistonda, balki bizning respublikamizda ham juda keng nishonlanadi. Maktablarimizda Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari, ruboiylari, she'riyati, hamsasi, Hazoinul Maoniy kabi asarlari sevilib o'qiladi. O'quvchilarimiz o'z ona tilida o'rganishdek bir baxtga muyassarlar. Bilamizki, ikki xalq o'rtasidagi do'stlik tobora barqarorlashib boryapti, ravnaq topib boryapti. Ana shuning bir ramziy nishonasi sifatida bugun O'zbekistondan olimlar bizning o'quvchilarimizga Navoiy asarlarini taqdim qilishdi. Ular bizning o'quvchilarimizga milliy liboslar va shu bilan bir qatorda milliy cholg'u asboblari taqdim qilishdiki, bundan biz benihoyat minnatdormiz va bundan keyin ishlarimiz albatta bular bizga juda katta bir ilhom bag'ishlar etadi. Chimkent shahridagi Alisher Navoiy nomli maktabda shoir haykali poyiga gul qo'yish marosimi bo'lib o'tdi. Bu lahzalar Navoiyga bo'lgan yuksak ehtirom va sadoqat timsoli sifatida barcha ishtirokchilar qalbini to'lqinlantirdi. Boytursinov nomidagi maktabda o'tkazilgan madaniy tadbirda o'quvchilar tomonidan sahna ko'rinishlari, g'azalxonlik chiqishlari namoyish etildi. Bu damodam ohim ifsho aylar ul oy ishqini. Shahardagi O'zbek drama teatrida esa 9-11 sinf o'quvchilari va talabalar o'rtasida o'tkazilgan Navoiy o'qishlari ko'rik tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Yosh ijodkorlar Navoiy g'azallarini yuksak mahorat bilan ifodali o'qib, tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldilar. Umuman olganda, Chimkentdagi tadbirlarda 500 nafardan ortiq vatandosh, ayniqsa yosh faollar ishtirok etdi. Delegatsiya vakillari Navoiyning o'zbek tilini rivojlantirishdagi beqiyos xizmatlari, ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirishga qo'shgan hissasi, shuningdek O'zbekistonda olib borilayotgan yaqin qo'shnichilik siyosati haqida atroflicha ma'lumot berdilar. Nafaqat bizni maktabimizda yoki bizni mana shu go'zal Chimkent shahrimizda yoki Qozog'istonimizda, balki butun dunyo buyuk mutafakkir g'azal mulkining sultoni bobokalonimiz Alisher Navoiyning tavallud ayyomini nishonlayapti. Juda ham katta rahmatlarimizni aytamiz, chunki har yili mana shunday qutlug' kunlarda, mana shunday buyuk siymolarning yubileylarida tashrif buyurishib, ular o'zlarini samimiy tilaklarini aytishib, bizlarni tabriklab, maktablarimizga juda ko'p badiiy adabiyotlarni, ilmiy ommabop adabiyotlarni sovg'a qilishyapti, milliy kiyimlarni olib kelishyapti va ular bilan bizni munosabatimiz nihoyatda yaxshi, yildan yilga yana ham yaxshi bo'lyapti. Bizni bu yerda o'quvchilarimiz yoqlarga, lagerlarga borib dam olyapti. Qariyalarimiz Chinor loyihasi bo'yicha dam olib kelishyapti. Konkurslar o'tyapti. Ana shu konkurslarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishyapti. Bir so'z bilan aytganda, biz vatandoshlar fondidan juda ham xursandmiz, minnatdormiz. Yurtboshlaringizga Qozog'istonliklar nomidan ulkan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbir ikki davlat o'rtasida O'zbekiston hamda Qozog'iston orasidagi do'stlikni yanada kuchaytirish maqsadida o'tkazildi. Ikki davlatdan tashrif buyurgan shoirlar hamda o'quvchilar chiroyli o'zlarini Alisher Navoiyning g'azallaridan hamda ruboiylardan ijro etishdi. Men tarix fani ustozi bo'lsam-da, o'zbek adabiyotiga juda ham qiziqaman.
Aqtau shahridagi Do'stlik uyida o'tkazilgan madaniy tadbir millatlararo totuvlik va hamjihatlikning yorqin namunasiga aylandi. Unda o'zbek va qoraqalpoq vatandoshlar bilan bir qatorda Ozarbayjon, turk, turkman, chechen, osetin, Eron, rus va belarus madaniy markazlari vakillari ishtirok etdi. 200 nafarga yaqin ishtirokchilar qatnashgan anjumanda Navoiy va Bobur merosining umuminsoniy ahamiyati, Turkiy xalqlarini birlashtiruvchi ma'naviy kuch ekani alohida ta'kidlandi. Bu iki büyük Türk şairini anmak üzere Turkiy til va madaniyatiga beqiyos hissa qo'shgan bu ikki alloma o'z asarlari orqali bugun ham bizni ma'naviy jihatdan birlashtirib turibdi. Ular qalami bitgan she'rlar bugun ham xalqlarimiz o'rtasida ko'prik vazifasini bajarmoqda. Biz bundan cheksiz faxrlanamiz. Zero Alisher Navoiy o'z asarlarida 15-asrdayoq Turkiy xalqlar birligi, til va ma'naviyat mushtarakligini yuksak g'oya sifatida ilgari surgan. Bugun 21-asrda bir joyga jam bo'lib turganimiz ham ana shu ulug' ustozlarimiz ma'naviy dunyomizga nur bag'ishlagan shoirlar merosining hayot baxsh qudratidan dalolat beradi. Shu bois bu tadbirni nihoyatda ahamiyatli va qadrli deb bilaman. Turkiy bosh konsuli sifatida bunday ma'naviy anjumanda ishtirok etayotganimdan yuksak faxr tuyaman. Tadbir juda chiroyli va mazmunli o'tdi. Barchangizga samimiy rahmat aytaman. Eng muhimi, biz bugun buyuk shoirlarimiz timsolida xalqlarimizni yaqinlashtiradigan, qalblarimizni bog'laydigan mushtarak ma'naviy qadriyatlarni yana bir bor his etdik. Bugun bu yerda Alisher Navoiy 15-asrdan 21-asrgacha bo'lgan ma'naviy bog'liqlikni namoyon etib, barchamizni bir joyga jamladi. Shu jihatdan bu tadbir haqiqatan ham go'zal va mazmunli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasidan kelib o'tirgan vatandosh fondi qala bersa, mana O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasining konsulligi birgalikda Alisher Navoiyning 585 yillik merекесіне kelib o'tir. Үлкен не o'tkazib o'tib, biz sol бүткіл O'zbekiston Respublikasында turатын o'zbek xalqын Alisher Navoiyning мерекесімен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Достығымыз мәңгі болсын, ел арасындағы тыныштық nag'aya bersin, og'izbirchilik bekkem bo'lsin deyman. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Nuraymonovichga o'zimizni butun xorijda yashayotgan millatdoshlarimiz nomidan chin qalbimdan o'zimni rahmatimni aytaman. Biz ko'zimizda yosh bilan har safar kutib olamiz, chunki bizni qalbimizni, dardimizni tinglaydigan mana shunday jonbos, mana shunday xalqchil fond bizga kerak edi. Bugungi tashrifi ham bizni juda ham qattiq quvontirdi. Vatandoshlar jamoat fondi 50 dan ortiq maktablarga, o'zbek tilida faoliyat yuritadigan maktablarga badiiy kitoblarni taqdim etib kelmoqda. Mana 4 yildan buyon bizni tadbirlarimizda ishtirok etib kelmoqda. Ikkita davlat o'rtasida do'stlik, ham jihatlik mustahkamlanib boryapti. Bu bizni juda ham quvontiradi. O'z ona tilimizda ijod qilib, o'z ona tilimizda maktablarda faoliyat yuritayotganimiz, o'quvchilarimizga Hazrat Alisher Navoiyning, Boburning g'azallarini, asarlarini o'rgatayotganligimiz juda ham katta sharaf biz uchun. O'quvchilarimiz ham mana shunday buyuk darg'alarning davomchilari ekanligidan faxrlanishayotganligi ularning ko'zlaridan, ularning so'zlaridan namoyon bo'lib turibdi. Shuningdek, 150 nafarga yaqin vatandosh ishtirokida milliy osh dasturxoni yozilib, kelgusidagi hamkorlik rejalari muhokama qilindi. Badiiy adabiyotlar, milliy cholg'u asboblari va liboslar taqdim etilishi tadbirga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Turk әлемінің maqtanishi Alisher Navoiyдің 585 жылдық мерейтойына байланысты қаламызда үлкен жоғары деңгейде іс-шара өтіп жатыр. Alisher Navoiyдің қазақ, өзбек, Қарақалпақ елдеріндегі үлкен шығармашылық жолы осы барша өскелең ұрпаққа қазір дәріптелуде. Alisher Navoiyдің 5000-ға жуық біз шығармалары бар екен жақсы білеміз. Алдағы өскелең ұрпақта, жас буын да Alisher Navoiyдің осы шығармаларымен танысып, білісіп, өздеріне өмір жолында ертең үлкен азық болатынына біз сенеміз. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы үлкен ынтымақтастық, достығымыз, бауырлығымыз ары қарай жалғасын таба беретініне біз сенімдіміз. Atirau shahridagi yoshlar saroyida o'tkazilgan adabiy ma'rifiy kecha yuksak saviyasi va mazmundorligi bilan ajralib turdi. 200 nafarga yaqin vatandosh ishtirok etgan tadbirda shahar hokimining o'rinbosari va boshqa mas'ullar so'zga chiqib, ushbu ma'naviy anjumanning ahamiyatini alohida qayd etdilar. O'zbekistondan tashrif buyurgan taniqli yozuvchi va shoirlar Navoiy va Bobur asarlaridan g'azallar, she'rlar va nasriy parchalar o'qib, yig'ilganlarga yuksak badiiy ruh bag'ishladilar. Milliy raqs liboslari, musiqiy asboblar, hunarmandchilik buyumlari va kitoblar namoyishi esa milliy madaniyatimizning rang-barangligi va boyligini namoyon
namoyon etdi. Tadbir so'ngida Vatandoshlar jamoat fondi nomidan madaniy markazlar rahbarlari va faollariga minnatdorlik sertifikatlari topshirildi. Bu e'tirof xorijdagi vatandoshlarning milliy madaniyatimizni asrab-avaylash yo'lidagi sa'y-harakatlarga berilgan yuksak baho bo'ldi. Berdaxda Navoiyni o'ziga ustoz biladi. Fuzuliyda Ozarbayjon o'ziga Navoiyni ustoz deb biladi. Navoiy bizni turkiy xalqlarning birligini ta'minlagan yuksak mafkuraviy asosga ega bo'lgan bir buyuk meros yaratdi. 4585 ta asar yozgan. 31 janrda va uning haykallari dunyoning Tokio deysizmi, Moskvami, Bokumi, Ostonami, turli davlatlar, shaharlar, poytaxtlarda haykallari bor va turli tillarga tarjima qilinyapti. Navoiy turkiy davlatlar tashkilotining ham g'oyaviy asosi bo'la oladi ijodi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ham bizni do'stligimizni targ'ib qila oladi. Toshkentdagi hashamatli haykalining tepasiga olam ahli bilingiz kim? Ish emas, dushmanlik yor o'ling bir-biringizgaki, erur yorliq ish deb yozib qo'yilgan. Ey dunyo ahli, ey bashariyat, dushmanlik ish emas. Bir-biringizga dushmanlik qilmanglar. Do'stlik qilinglar. Bu dunyoda faqat do'stlik qoladi, birodarlik qoladi va shuni ish desa bo'ladi. Hozir O'zbekiston, Qozog'iston o'rtasidagi do'stlikka bitta o'zimizning xalqlarimiz emas, dunyo havas qilyapti. Va bu hali bizning do'stligimizning mevalarini, samaralarini ko'ramiz. Tarixda ham bir edik, bugun ham birmiz va albatta kelajagimiz ham bir bo'ladi. Qozog'istonning turli hududlarida o'tkazilgan ushbu tadbirlar buyuk mutafakkir Alisher Navoiy merosining barhayot va abadiy ekanini yana bir bor namoyon etdi. Navoiy so'zi asrlar osha inson qalbiga nur, tafakkuriga chuqurlik, ruhiga yuksaklik bag'ishlab kelmoqda. Navoiy nafasi loyihasi doirasida tashkil etilgan mazkur ma'naviy anjumanlar ikki qardosh xalq o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlab, umumiy tarix va madaniy qadriyatlarimizning barhayot ekanini yorqin namoyon qildi. Bu tadbirlar nafaqat bir bayram, balki millat ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiluvchi ulkan ma'rifiy harakat sifatida tarix sahifalarida munosib o'rin egallaydi.